Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatiki darsimizning 27-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda ismga munosabatlik ba'zi qoidalar bilan tanishib kelayotgan. Biz bugun yana shuning davomini, ya'ni ismga munosabatlik ba'zi qoidalar bilan tanishib chiqamiz. Endi ism jins e'tibori bo'yicha ikki turga bo'linadi. Erlik ism va ayollik ism deb. Biz buni arab tilida muzakkar va muannas deb ataymiz. Muzakkar deganimiz erlik ism, muannas deganimiz shu ayollik ism. Muzakkar degan nima deganda, muzakkar deganimiz ya'ni biz hada bilan ko'rsatadigan ismlar. Hada bilan biz qanday ismlarni ko'rsatamiz? Erlik ismlarni ko'rsatamiz. Muannas shu desa hadihi bilan ko'rsatadigan ismlar. Ya'ni hadihi bilan biz ayollik shakldagi ismlarni ko'rsatamiz. Deydi muzakkar deganimiz huwa ma yasihhu an nushira bi hada. Bu hada bilan ko'rsatish to'g'ri bo'lgan ism. Masalan, rajulun hisan. Er kishi va ot degan bu ismni biz hada rajulun, hada hisanun deb hada bilan qanday qilamiz? Ko'rsatamiz. Unda bo'lsa bu rajulun hisanun qanday ekan? Erlik shakldagi ism ekan. Muannas shu desa, u hadihi bilan ko'rsatish to'g'ri bo'lgan ism. Masalan, imroatun, naqatun, darun. Biz bularni ko'rsatmoqchi bo'lsak, hadihi imroatun, hadihi naqatun, hadihi darun deymiz. Demak, bu muzakkar deganimiz hada bilan ko'rsatish to'g'ri bo'lgan ismlar, muannas deganimiz hadihi bilan ko'rsatish to'g'ri bo'lgan ismlar. Endi bu erlik ism va ayollik ism, muzakkar va muannas ism bu nihoyatda bir tushunishli bir gap. Endi bu erlik ismning ichida va ayollikning ismning ichida haqiqiy bo'lgan erlik va haqiqiy bo'lgan ayollik ismlar bor. Ya'ni erlik ismning ichida aytsak, masalan Muhammad desak buni erlik ism deymiz. Chunki bu er kishining ismi. Fatima desak haqiqiy muannas ism deymiz. Chunki bu haqiqiy ayolning ismi. Mana bu nuqtadan erlik ism, ya'ni muzakkar ikki turga ayriladi. Haqiqiy bo'lgan muzakkar ism va majoziy bo'lgan ko'chmi shaklda muomala qilinadigan, ko'chmi shaklda erlik deb muomala qilinadigan erlik ism deb ikki turga bo'linadi. Haqiqiy deganimiz mayli inson bo'lsin, mayli hayvon bo'lsin, uning erkiki haqiqiy muzakkar bo'ladi. Haqiqiy erlik ism bo'ladi. Majoziy muzakkar deganimiz uning bir jufti yo'q. Ya'ni uningki haqiqiy erlik ism deyil desak, uning bir kishisi yo'q. Faqat oxirida ta bo'lmag'achqa biz uni ko'chmi shaklda erlik deb muomala qilgan narsa keraklarning ismlari. Endi muannas ismi shunga o'xshagan bu uch turga bo'linadi. Birinchisi lafziy muannas ism. Lafziy muannas ism deganimiz ko'rinishli muannas ism. Bu ba'zida haqiqiy ayollarda topilsa, ba'zida erning ismlarida ham topilib qoldi. Masalan, oxirgi ayollikning ta'siri bo'lgan erning ismlari bularmi lafziy jihatdan qanday ism deymiz? Muannas, ayollik ism deymiz. Masalan, Hamza, Talha degan bu ismlarning oxirida ayollikning ta'siri bor. Biz buni haqiqiy muannas demoq, yo'q, bu er kishining ismi bu, ammo lafziy ko'rinish jihatda ayollik ism. Muannas ism, lafziy muannas ism biz hozir tushuntirganimizdek va haqiqiy muannas ism deb bo'linadi. Haqiqiy muannas ism deganimiz, ya'ni uning barobarida bir erkak bo'lgani. Mayli inson bo'lsin, mayli hayvon bo'lsin, shuning kishisini biz muannas ism deb qaraymiz. Masalan, imroatun desak, bu haqiqiy muannas ism deb qaraymiz. Fatima haqiqiy muannas ism, Zaynab haqiqiy muannas ism. Uchinchidan muannas ism majoziy muannas ism deb ataladi. Ya'ni bu narsa keraklarning ichidan oxirida ayollikning ta'siri bo'lganligi tufayli biz buni ko'chmi shaklda muannas deb muomala qilgan ismlar. Masalan, soatun desak, biz buni ayollik ism deymiz. Bu soat deganning erkak kishisi bo'lmasa, desa biz buni haqiqiy deb qaramaymiz, balki majoziy, ko'chmi shaklda ayollik ism deb qaraymiz. Chunki buning oxirida ayollikning ta'siri bo'lganligi uchun deymiz. Endi biz mayli muzakkar bo'lsin, mayli muannas bo'lsin, buning ichida haqiqiysi bor ekan. Haqiqiy bo'lgan muannas ismlar bor ekan. Endi muzakkarning haqiqiysi qanday bo'ldi deganda, huwa ma dalla ala zakarin minan nas aw al hayvan. U insondan yoki hayvonning erkakka dalolat qilgan narsa. Masalan, rajulun desak insonning erkishi, shunday o erkaki. Jamalun desak erkak tuga. Demak, mayli inson bo'lsin, mayli hayvon bo'lsin, erkakka dalolat qilgan narsani biz nima deymiz? Haqiqiy muzakkar deymiz. Yana bir tushuntirishda haqiqiy muzakkar deganimiz uning barobarida kishisi bo'lgani, ya'ni ayolligi bo'lgani. Rajulunning barobarida imroatun bor. Jamalunning barobarida naqatun bor. Demak, barobarida
ayollıqqa bo'lgan muzakkar ismni biz haqiqiy muzakkar ism deb ataymiz. Majaziy muzakkar ism degan cho'disa, huwa ma yu'amilu mu'amilatan zakari minan nas aw al hayvan va laysa minha. Hamda majaziy bo'lgan muzakkar ism deganimiz u insondan yoki hayvonning erkiga qilgan muomalani qiladigan va laysa minha, lekin uningdan emas. Ya'ni u insonga o'xshash, hayvonga o'xshash yo'q. Lekin biz xuddi insonning hayvonninki erkiga muomala qilgandek muomala qiladigan ismlar. Masalan, babun, laylun, kitobun, qalamun. Bu ismlarni biz erlik ismlar deymiz. Bu qanday erlik ismlar? Haqiqiy erlik ismlarmi desa, yo'q. Bu qalamning kishisi yo'q, ayoli yo'q. Kitobning ayoli yo'q. Bu bir juft yo'q bo'lgan erlik ismlar. Biz bunday ismlarni deymiz. Bunday ismlarimiz majaziy muzakkar ism. Ko'chma shaklda biz haqiqiy muzakkarga o'xshash muomala qilgan muzakkar ism. Biz buni muzakkar majaziy ism deb ataymiz. Demak, uning chisi bo'lmasa, barobarda ayollikqa yoki chisi bo'lmagan erlik ismlarni biz majaziy muzakkar ism deb ataymiz. Unda bo'lsa, muannas labziy degan qanday ism deganda, ma lahiqathu alamatut ta'nif. Uningga ayollikningki alomati qo'shilib qolgan ism. Masalan, Talha, Asma, Salma deganga o'xshagan mush oxirida ayollikning ta'sir qo'shilib qolgan ismlarni biz lafziy muannas ism deymiz. Aslida bu misolga bu yerda Fatima kelmaslik kerak. Fatima degan haqiqiy muannas ism. Talha bu misolga tushadi. Talhani biz nima deymiz? Bu lafziy muannas ism deymiz. Chunki bu oxirida ayollikning ta'sir bo'lgan lafziy jihatda muannas, ammo bu erning ismi. Demak, lafziy muannas deganimiz oxirida ayollikningki ta'sir qo'shilib qolgan har qanday qismni biz lafziy muannas deymiz. Endi haqiqiy muannas cho desa, ma dalla ala unsa minan nasi aw al hayvan. Inson yoki hayvondan jismga dalolat qilgan narsa, ya'ni ayollikqa dalolat qilgan narsani biz haqiqiy muannas deymiz. Masalan, imro'atun, naqatun deganga o'xshagan. Demak, bu yerda imro'atun, naqatuni biz haqiqiy muannas deymiz. Chunki imro'atunning bu yerda barobarda erlik va rajulun shundaqo. Naqatun kishtuga deganga buning barobarda erlik va jamalun. Endi majaziy muannas degan cho'y desa, xuddi majaziy muzakkarga o'xshagan inson yoki hayvonlardan ayollikqa muomala qilgandek muomala qilinadigan, lekin unidan emas. Ya'ni uning barobar erkak yo'q, ammo shuning o'xshash muomala qilinadigan ayollik shakldagi narsa keraklarning ismi. Masalan, shamsun, aynun. Odatda shamsuga arablarda bu simoiy shaklda shunday bo'lgan, ya'ni arablar umumyuzlik shamsuga ayollik bo'yicha muomala qiladi. Voy buning jufti bo'lmasa, erkak bo'lmasa yoki buningda ayollikning ta'siri bo'lmasa-mu, bu majoziy shaklda arablar shunday muomala qilgan. Undan keyin odamning badanidagi juft a'zolarga arablar ayollik bo'yicha muomala qilgan aynun, uzunun deganga o'xshagan. Bumi majoziy muannas, chunki buning bir jufti yo'q. Undan boshqa sa'atun shunga o'xshagan. Demak, bir jufti yo'q bo'lgan muannaslarga biz nima deymiz? Muannas majoziy deymiz. Ammo arab tilida bir bilik bunday ismlar bor. Erlik bo'yicha muomala qilsaqmi bo'ladigan, ayollik bo'yicha muomala qilsaqmi bo'ladigan o'rtaq bir ismlar bor. Ular qaysi deganda deydi: "Va hunaka ma yuzakkaru va yu'annathu kad-dalwi was-sikkin was-sabil wat-tariq was-suq." Bu yerda ma yuzakkaru va yu'annas. Erlikmi bo'ladigan, ayollikmi bo'ladigan ismlar bor. Xuddi dalvun chilak, sikkinun pichoq, sabilun yo'l, tariqun yo'l, suqun bozor. Mushuning o'xshagan yana bir bilik ismlar bor arab tilida. Erlik bo'yicha muomala qilsak ma bo'ladi. Hadihi sikkin desakmi bo'ladi, hada sikkinun desakmi bo'ladi. Demak, ayollik o'xshash muomala qilinadigan ismlar bor. Arab tilida yana bir bilik ismlar bor. Ayollikning alomati turib ayolga o'rtaq ishlanadigan ismlar bor. Erkak va qizga o'rtaq ishlanadigan ismlar. Ular qaysi deganda va minha hamda ismlarning qatoridan ma yakunu lil muzakkari wal muannas. Erlarga va ayollarga bo'ldiganlari ba va fihi alamatut ta'nis. Uningda ayollikning alomati turib. Masalan, al hayyatu yılan. Endi bu yılanni ko'rsatmoqchi bo'lsak, hada al hayyatu desakmi bo'ladi, hadihi al hayyatu desakmi bo'ladi. Demak, bu yerdagi hayya yilang'imi va hayya, erkak yilang'imi hayya. Shad oxirida ayollikning ta'siri, ammo erkak qo'yg'imi shad deymiz.
kishi qo'ygan uchun shod deymiz. Demak, deydi bu yerda uningda ayollikning adomati turib, muzakkar va muannas uchun bo'lgan ismlarchi bor. Xuddi al-hayya ash-shad deganga o'xshagan. Budik al-hayya kishilar nima o'siga oldi? Ash-shad erkaknimi ayol kishi qo'ynimichi o'siga oldi. Gerçi buningda ayollikning ta'sir bo'lsin. Mana bu ismninki muzakkar va muannas tarafiga aloqador bo'lgan qoidalar. Endi biz arab tili qoidasining umumiy grammatiki xaritasini eslab kelayotgan. Biz shuning qatoridan arab tili grammatikasini so'z va jumla ustida so'zlaydi deb, so'zni ism, fe'l, harf deb qanchaga bo'ladi? 3 ga bo'ladi degan. Uningdan keyin ismni mabni ism, mu'rab ism deb ikkiga ayiradi. Uningdan keyin mu'rab ismni marfu'at ism, mansubat ism, majrurat ism deb 3 ga ayirib so'zlaydi. Uningdan keyin tavobi ergashgich ismlarni so'zlaydi. Uningdan keyin anva'ul ism haqida. Ya'ni ismlarningki o'z ichiga olgan harf e'tibori bo'yicha bo'linadigan turlarini so'zlaydi degan. Endi biz bugun ana shu ismlarning turlarini so'zlaymiz. Qog'oz jihatdagi turlarini, harf jihatdagi turlarini, o'z ichiga olgan harf jihatdagi turlarini. Bu jihatdan ism mundaq turlarga bo'linadi. Birinchisi sahih ism. Buni sahihul axir deb ataladi, sahih ism deb ataladi. Sahih ism degani nima deganda, tarkibida hech qanday kesal harf bo'lmagan ismni biz sahih ism deymiz. Tarkibida kesal harf bo'lmagan ism degan qanday ism? Kesal harf degan qaysi deganda vav, alif, ya. Arab tilidagi kesal harf mush 3. Mush harfdan birisi bo'lib qolmasa, buni biz sahih ism deymiz. Masalan, qalamun, kitobun deganga o'xshagan. Deydi sahih ism deganimiz huwa ma laysa akhirahu harf illa. Uning oxirisida harf illat bo'lmagan. Va alif mamdud bo'lmagan. Alif mamdud bo'lmagan. Asmaun, hamraun deganga o'xshagan oxir alif mamdud bo'lmagan va oxiri harf illat bo'lmagan ismlarni biz sahihul axir deb ataymiz. Kitobun, qalamun deganga o'xshagan. Rajulun, imraatun deganga o'xshagan. Ikkinchi turi shibhus sahihul axir. Oxirisi sahihga o'xshab ketadigan ism. Ya'ni shibhus sahih ism. Sahih ismga o'xshab ketadigan ism. Endi bu shibhi sahih degan qanday ism deganda oxirida kesal harf kelgan. Ammo kesal harfning oldidagi harf sukun qilgan bo'lsa, biz buni shibhus sahih ism deb ataymiz. Deydi, shibhus sahih ism degan huwa ma kana akhirahu harf illa. U uning oxirida harf illat bo'lgani. Sakinan ma qablaha. O harf illatning ilgarisidagi narsa sakin qilgan holatda. Masalan, dalvun, zabyun, sa'yun desak, bu ismlarning hammasining oxirida dalvun voba, zabyun yaba, sa'yun mucho yava. Hammasida kesal harf bor. Ammo bu kesal harfning oldidagi harf dalvundagi lam, zabyundagi ba, sa'yundagi ayn, ya'ni kesal harfningki beshidagi harf sukun qilgan. Bunda bo'lib qolsa biz buni shibhus sahih deb ataymiz. Bumi sahih ismlarning muomala qilgandek muomala qilinadi. Uchinchisi maqsur ism. Biz maqsur ism haqida so'zlab bo'lgan ismning i'robini so'zlagan vaqtimizda, endi shunga bu yerda buning tafsiliga to'xtalmaymiz. Faqat buningki alif haqida to'xtalamiz. Maqsur ism deganimiz huwa ismun mu'rabun akhiruhu alifun thabita. Uning oxirisi sabit alif bo'lgan mu'rab ism. Asa, Musa, Isa deganga o'xshagan. Undan keyin mamdud ism. Mamdud ism deganimiz nima deganda ismun mu'rabun akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaida. U mu'rab ism bo'lib oxirida hamza bor. U hamzaning oldida ortiq bir alif bor. Xuddis sama, as-sama'u, was-sahra'u, asma'u, aghniya'u deganga o'xshagan. Demak, oxiri hamzaning oldida alif bo'lsa, biz buni mamdud ism deb ataymiz. Undan keyin manqus ism. Manqus ism deganimiz u mu'rab ism, uning oxirida yaba, sabit turgan yaba, u yaning ilgarisidagi narsa zaro qilgan. Qodi, ra'i, muhami, madi deganga o'xshagan. Biz bular haqida to'xtalib bo'lgan. Endi biz sahihul axir ismini tunib bo'ldik. Shibhus sahih ism bilan tunishib bo'ldik. Biz maqsur ism bilan tunishib bo'lgan, mamdud ismlarning i'robi bilan tunishib bo'lgan, manqus ismning i'robi bilan tunishib bo'lgan. Ammo biz
Bu maqsur ismninki alifi haqida, mamdud ismning hamzasi haqida, manqus ismning yasi haqida to'xtalmadik. Hamda biz bugun bu maqsur ismning alifi haqida to'xtalamiz, mamdud ismning hamzasi, manqus ismning yasi haqida to'xtalamiz. Hamda aliful maqsur. Hamda biz maqsur ismni oxiridan bo'lgan, sabit alif bo'lgan ism dedik. Xuddi Musa, Asa deganga o'xshagan. Hamda bu shu maqsur ismning oxiridagi Musa, Asa degandagi mushu oxiridagi alif ya yo'tkalgan bo'ladi. Nimadan ya bo'dni yo'tkalgan bo'ladi yoki ya'ni yo'tkalgan bo'ladi. Yoki ortiq qilingan bo'ladi. Nima uchun ortiq qilingan bo'ladi? Ya ayollik uchun ortiq qilingan bo'ladi. Hubla deganga o'xshagan yoki ilhaq uchun ortiq qilingan bo'ladi. Ilhaq degan nima? Biz buni tuan so'zlaymiz. Demak, aliful maqsur nim bo'ladi birinchidan ya yo'tkalgan bo'ladi. Munqaliba. Bu maqsur ismning oxiridagi alif, ya'ni Musa, Asa degandagi alif yo'tkalgan bo'ladi. Nimadan? Anvavun. Vovni yo'tkalgan bo'ladi, xuddi Asa deganga o'xshagan. Asaning oxiridagi alifni biz vovni yo'tkalgan deymiz. Buni neden bildingiz desa, bunun ikkilikini nima chiqadi? Asavan chiqadi. Demak, ikkilikida bu alif nimaga qaytdi? Vov qaytdi. Demak, bu yerdagi alif nimani yo'tkalgan? Vovni yo'tkalgan. Hamda buningki vovni yo'tkalganligini qandoq bilamiz? Ikkilikini bilmay turib deganda, buning qoidasi men tani so'zlayman. Hamda dedik, maqsur ismning alifi yo'tkalgan bo'ladi. Nimani yo'tkalgan? Birinchidan vovni yo'tkalgan, xuddi Asa deganga o'xshagan. İkinciden yadni yo'tkalgan bo'ladi. Anya yadni yo'tkalgan bo'ladi, xuddi fata deganga o'xshagan. Fata degan so'zning oxiridagi alif yadni yo'tkalgan. Masalan, ikkilikka qarab qolgan bo'lsak, fatayan, demak bu yerdagi alif nimaga o'zgardi? Ya o'zgardi. Fatayan. Demak, maqsurning alifi birinchidan yo'tkalgan bo'ladi. Mayli vodni yo'tkalgan bo'lsin, mayli yadni yo'tkalgan bo'lsin. Yoki mazida ortiq qilingan bo'ladi. Ortiq qilingan alif bo'ladi. Bu nima uchun ortiq qilingan bo'ladi desa, birinchidan antuza daliltamiz. Ayollik uchun ortiq qilingan bo'ladi. Shu so'zni ayollikni bildirish uchun, masalan, hubla usqudva ayol, atsha ussuz ayol, vikra deganga o'xshagan. Demak, bu yerda hammasi ayollik shakli. Vikramu nima? Ayollik shakli. Asli bu habl, atash, zikrdan chiqqan gap. Shundaqo. Endi biz bu so'zlarning ayolligini bildirish uchun alifil maqsurdan birini ortiq qilib, hablni hubla dedik. Atashni atsha dedik. Zikrini zikra dedik. Demak, bu yerdagi alif nima uchun ortiq qilingan? Ayollik qilish uchun. Ayollikni bildirish uchun ortiq qilingan deymiz. Endi alifil maqsurninki alifi ya munqaliba yo'tkalgan bo'ladi, vodni yoki yadin yoki ortiq qilingan bo'ladi. Nima uchun ortiq qilingan bo'ladi? Ayollik uchun ortiq qilingan bo'ladi. Yoki ilhaq uchun ortiq qilingan bo'ladi deymiz. Endi bu ilhaq uchun ortiq qilingan bo'ladi degan nima degan gap deganda, odatda ismlarning ichida 3 harflik, 4 harflik buning morfologiya qoidasida azroq qoidalari bor. Endi bir ismni yana bir ismninki usuliga, yiltiziga qo'shash uchun, ya'ni 3 harflik ismdan birini 4 harflik ismga moslashtirish uchun, shuning turiga qaytib o'tish uchun alif maqsur ortiq qilinib, undan keyin yana bir ismga moslashtirib, shu ismning turiga qaytib o'tadigan ahvollar bor. Masalan, arta desak, bu bir daraxtning ismi. Zifra yoki zufra yoki vifra desak, bu so'zlarning oxirida alifil maqsur bor. Endi bu yerdagi alifil maqsur munqalibami, mazidami desak, mazida nima uchun ortiq qilingan desa, moslashtirish uchun, ya'ni yana bir so'zning qurilmasiga, harf soniga moslashtirish uchun. Masalan, arta desak qancha harf? Alif, ra, ta, alifil maqsur, 4 harf. Buni Ja'far degan so'zga moslashtirish uchun, litwazina Ja'far, Ja'farga moslashtirish uchun, Ja'far qancha harflik? 4 harflik. Demak, 4 harflik ismning qatoriga qo'shish uchun buning oxiriga alifil maqsur ortiq qilingan. Zifra desak, buni darham degan ismninki turga qo'shish uchun alif maqsur qanday qilingan? Ortiq qilingan deymiz. Demak, ilhaq deganimiz yana bir so'zning harf soniga uni moslashtirish uchun, o'lchamliklashtirish uchun ortiq qilingan alifil maqsur deymiz. Hamda bu ilhaq uchun ortiq qilingan ahvol nodir, bak az.
Demek aliful maqsur, maqsur isminin oxiridagi alif. Musa, Asa deganga o'xshagan maqsur isminin oxiridagi alif ya yo'tkalgan bo'ladi. Nimadan? Vodin yoki yadin. Yoki ortiq qilingan bo'ladi. Nima uchun? Yoki ayollik uchun, yoki ilhaq uchun ortiq qilingan. Hamdi va iza nuwina al-maqsur hudifat aluhu lafdan. Hamdi maqsur ismini tanvin qilmoqchi bo'lsak, ya'ni tanvin qilinsa, uning alifi lafzi jihatda tashlab ketadi. Nima deb o'qiymiz? Fatan, masalan, kun fatan. Dediki kun degan kana degan naqs fe'lninki nimasi bo'ldi? Xabar bo'ladi, zivarlik o'rinda. Bu yerda qo'sh tanvin o'qilg'achqa alif lafzi jihatda ko'rinishli qanday qilgan tushib ketgan, fatan deb qanday qildik? Tanvin bilan qildik. Yad'u ila hudan deganga o'xshash. Demak, maqsur ism tanvin qilinsa, uningki alif lafzi jihatda amaliy tushib ketmaydi, ammo ko'rinishli qanday qildi? Tushib ketadi deymiz. Demak, biz bu yerda maqsur ismning alif bilan tunishib bo'ldik. Endi mamdud ismning alif bilan tunishmadik. Endi mamdud ism deganimiz oxirida hamza bo'lgan, shu hamzaning oldida ortiqning bo'lgan alif bo'lgan dedik. Biz shu alif haqida so'zlaymiz. Ya'ni mamdudning ortiq alifi deganimiz hamzadan ilgari ortiq harf. Asmaun desak, asmaun deganning oxiridagi hamzaning oldidagi alif. Endi mamdud ismdagi ortiq alifmi ya asli bo'ladi. Asli ismda shu ism paydo bo'lishdan tortib bo'lgan o'zining alifi bo'ladi. Nima bo'ladi? Asli bo'ladi. Masalan, qurra qorilar yoki ibodat qiluvchilar, qorilar degan ma'nosi bor. Vudda desak, bu yerdagi qurra, vudda degan qattiq tozalik qiladigan pokiz odam degan gap. Bu yerdagi qurra, vuddalarning oxiridagi, ya'ni hamzaning ilgarisidagi alif o'zining hamzasi bu. Bu yerdan kelib qolgan yoki ayollik uchun ortiq qilingan emas, o'zining hamzasi. Buni qayerdan bilamiz? Chunki buning asosi qurra degan asli kelib chiqish nerdan kelib chiqqan? Qaro'a yaqra'u degan kelib chiqqan. Demak, bu aslida ba alif. Vudda'ning alifi aslidan ba alif. Masalan, bu vudu'a, yuda'u degan fe'ldan chiqqan. Demak, buni aslida ba. Endi demak, mamdudning ortiq alifi birinchidan asli bo'ladi. Hammasi asli bilan dodisi yo'q. Ba'zilari ortiq qilingan bo'ladi ayollik uchun. Mazida lit-ta'nisligini ayollik uchun qanday qilingan bo'ladi? Ortiq qilingan bo'ladi. Masalan, hasna husnidan chiqqan ayollik qilish uchun husna, hasna bo'lgan, hamra bularningki ortiq alifi bu ayollik uchun ortiq qilingan aliflar. Chunki buning asli nima? Hasan, humra. Hasandan humradan chiqqan. Bu aslisi qarab baqsak, bundan nima yo'q? Alif yo'q. Demak, mamdud ismning alifi, mamdud ismning ziyoda bo'lgan alifi ya asli bo'ladi, ba'zilarida ayollik uchun qanday qilingan bo'ladi, ortiq qilingan bo'ladi, xuddi hasna, hamra deganga o'xshagan, sahro deganga o'xshagan. Ba'zilarida vodin yoki yodga o'tkazilgan bo'ladi. Masalan, samaun, addaun desak, bularmi mamdud ism. Endi bu mamdud ismning ortiq alifi nerdan kelgan? Desak, bu nimadan o'tkazilgan? Vodin yoki yoddan o'tkazilgan. Masalan, samauning aslisi buning nereden o'tkazilganligini biz buning muzorisiga qaytarsak bilalaymiz. Masalan, sama yasmu, ada ya'du. Demak, ya'du degan bu fe'l muzorisida vo bor ekan. Sama yasmu ustun bo'ldi, ustun bo'ladi. Demak, yasmu deganda vo bor ekan. Demak, samaunningki alif ziyoda alifi vodni o'tkazilgan, adda'ningki alifi vodni o'tkazilgan deymiz. Adda degan qattiq yugurishchan odamni adda deymiz. Qattiq chopadigan otni adda deydi. Samachu osmon. Sama yasmudan chiqqan ustun bo'ldi, ustun bo'ladi. Demak, buningki fe'l mudorisida voba. Demak, bu yerdagi aliful mamduda nima nerdan kelib chiqqan? Vodan kelib chiqqan. Yoki bu aliful mamduda yoddan yo'tilgan bo'ladi, xuddi bannaun, mashsha'un deganga o'xshaydi. Bannaun binokor. Mashsha'unninki yaltapan, qattiq munda burunqi zamonlarda xat tushuydigan mong'ul usta odamni mashsha deydi. Yana buningki hasadxo'r, suxanchi degan ma'nosi bor. Demak, bu yerdagi bannaunning aliful mamdudasi
Meşşa'unun aliful memdudasi yadın ötkelgen deymiz. Bunu nereden bildiniz dese bunu eslisi qaytırırsak benna degen bana yebnidin çıkan. Demek yebni ahırının ba bir muzarısında ya var. Meşşa'cu meşşa yemşidin çıkan. Yemşi degen fiili mudarısında ya var. Demek bunu fiili mudarı qaytırırsak bununki nereden kelip çıkanlığını bileleymiz. Bunun eslisini miken yaken. Demek eliful memdude zaide. Artık boğan memdud isminin elifi ya esli buludu. Qurra vullah degen o'xshagan. Ya kichu ayollik uchun artık qilingan buludu. Hasna, hamra, sahra degen o'xshagan. Yoki vodun yoki yadni o'tkazilgan buludu. Samaun, addaun, bannaun, mashshaun degan o'xshagan. Endi يعرف أصل الألف المقصور عن طريق الرجوع إلى فعل مضارع. أمد ديدو مقصور اسمنن ألف مو يا يتكلم بولد كان دوكشن داغو. أمد biz bunun يتكلم قندا bilemeyiz degende يعرف أصل الألف المقصور مقصور ismninki ألفi fiil mudariga qaytish orqali bilinadi. Bu memdud ismning o'shunda. Endi va g'aliban endi birinchi xil yo'l fiil mudari qaytish orqali cho'p bildik emas. Memdud ismnikini fiil mudari qaytish orqali bildik emas. Endi men maqsur ismninki fiil mudari qaytmaydigan, aslida ism bo'lgan. Buni fiil mudariga qaytirib bo'lmaydigan jamid ismlar bo'lib qolsa. Buni qanday bo'ldi deganda, agar bu aliful maqsur 3-harfida bo'lib qolsa, ko'pincha hollarda vodni o'tkazgan bo'ladi. Deydi va g'aliban ko'pincha hollarda alifus thalithatul marsuma 3-qatorda yozilgan alif 3-qatorda alif bo'lib yozilgan alif uning aslisi vo bo'ladi. Xuddi asa, asavan demak ikkilikida vo o'zgarishi shunday-ku. Endi buning alifninki asli nima ekan? Vo ekan. Buni nereden bildik deganda maqsur ismning alifi 3-harf bo'lib qolsa, 3-harf bo'lib qolsa bu ismda ko'pincha hollarda nereden o'tkazilgan bo'ladi? Vo'ni o'tkazilgan bo'ladi. Masalan, a, so demak alif qancha harf ekan? 3-harfda. Endi to'qla bu aliful maqsur ya'an. Endi 3 harfdan ortiq bo'lib qolsa mustashfa, murtada deganga o'xshagan 3 harfdan ortiqda bo'lib qolsa bu desa to'qla bu aliful maqsur ya'an daiman idza kanat akthar min thalitha. Endi maqsurning alifi 3-harfdan ortiqroqda bo'lib qolsa, ya'ni ya 4-harfda bo'lib qolsa, ya 5-harfda aliful maqsur bo'lib qolsa, doim bu ya o'zgartiriladi. Masalan, Murtada. Murtaza degan bir odamning ismi ikkili qilmoqchi bo'lsak, Murtadayan deymiz. Bu yerdagi alifni o'zgartiramiz, ya o'zgartiramiz. Mustashfa, Mustashfayan deymiz. Demak, maqsur ismning alifi 3-harfda bo'lib qolsa, ko'pincha holda ya vodni o'zgaraydi, ya'ni vo qaytadi, ikkili qilmoqchi bo'lsak. Agar 3-harfdan ortiq 4 yoki 5-harfda bo'lib qolsa, bu har qanday ahvolda nima o'zgaraydi? Ya o'zgaraydi. Endi biz aliful maqsur bilan tanishib bo'ldik, aliful mamdud bilan tanishib bo'ldik, endi yaul manqus bilan tanishib chiqamiz. Sabit turadigan shu ismning oxirida manqusning yasi bilan tanishib chiqamiz. Endi qarasak, ba'zi o'rinlarda qodin deb kelibdi, ya tashlangan holda. Ba'zi o'rinlarda qodi deb kelibdi, ya tashlanmagan ahvol. Qanday o'rinlarda yani tashlasak bo'ladi, qanday o'rinlarda ya tashlanmaydi, manqusning yasi tashlanmaydi deganda birinchidan وإذا تجرد من ألف لام والإضافة حذفت ياؤه لفظا أو خطا في حالتي الرفع والجر. دقت. Endi bu manqus ism alif lam ve izafetten xali bo'lsa, alif lam ve izafetten xali bo'lsa, uninki yasi lafzi jihatda, ya'ni yoki xat jihatda pashlik ve zverlik holatda tashlanadi. Zverlik holatda tashlanmaydi. Pashlik ve zirlik holatida qanday qilib tashlanadi. Qanday vaqtda bu manqus ism izafettin ve yani muzab bo'lmasa yoki shu alif lam kirmasa. Masalan, hakama qobin ala janin. Qozi jinoyatchiga hukm qildi desam, bu yerdagi qobinning yosini tashlab o'tdik. Nima uchun? Buningga alif lam kirmadi, alif lamdan xoli bo'ldi. Shundaqla bu muzabbiyat izafetdan mi xoli bo'ldi? Shundaqla bu pashlik o'rinda fa'il. Demak,
peşlik orunda izafetten elif lamdan hali olsa bunun yasını taşlarsak buludu. Xuddi hakama qadin ala canin degan o'xshaydi. Canin çoğutusu bumi o'xshash. Bumi elif lamdan hali oldu, izafetten hali oldu. Shundaqla bu yerda zirlik holatida. Demak, peşlik ve zirlik holatida elif lamdan ve izafetten hali bo'lsa, manqus ismning yasını taşlarsak buludu. Bu birinci qoida. İkinci qoida endi elif lam kirib qolsa, manqus ismga elif lam kirsa va izofatlik bo'lsa, bayatning dal aksi. Manqus ism elif lamliq va izofatlik bo'lsa, hamma ahvolda uning yosi jim turadi, ya'ni sabit bo'ladi. Pashlik, zivarlik, zilik uchala xil holatda yosi sabit bo'ladi. Masalan, hakamal qadiyyu alal jani. Qozi jinoyatchiga hukm qildi desam, bu yerda al-qodi fa'il, ammo bu yerda nima kirgan? Alif lam kirgan. Demak, alif lam kirib qolsa, ya qanday qiladi? Jim turadi. Hakamal qadiyyu alal janiyu. Hakamal qadi alal jani. Hakamal qadi alal jani. Alal jani demo bu yerda alif lam kirganlik uchun ya sabit bo'ldi. İzafet bo'lib qolsa, ya'ni mudab bo'lib qolgan taqdirda mu yosi jim turadi. Alif lam kirmisimi, izafet bo'lib qolsa-mu yosi jim turadi. Masalan, jaa qadil qudat, jaa qadiyul qudat. Ya'ni qozilarning qozisi keldi desam, bu yerda qadi mudab bo'lganlik uchun bunga qanday qilmaydi, tushib ketmaydi. Bu ikkinchi qoida. Uchinchi qoida endi bu manqusning yosi tashlangan ahvol qaysi? Alif lam kirmaganda va izofatdan xoli bo'lganda, pashlik va zirlik holatda buning yosi shu tashlanadi. Endi mushu ya tashlangan holatda, ya'ni pashlik va zirlik holatda alif lam va izofatdan xoli bo'lgan holatda ikkilik qilmoqchi bo'lsak, buning yosi yana qaytib keladi. Deymiz, qadin, shundaqo, qadin deymiz, qadiyan deymiz. Gerçi ikkilikida alif lam yoki izofatdan xoli bo'lsa-mu, bu yerdagi ya qanday qildi? Qaytib keladi. Mana bu manqus ismning yasiga aloqador bo'lgan qoida. Endi savoqdoshlar, bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.